Yangi SPF krem. Hud va makiyaj. Bugun yangi SPF kremni sinovdan qilib ko'ramiz. Birinchi yuzimizni hud qilamiz. Tonirdagi sivırtka serum. Namlantiruvchi krem. Ozgina qo'llash kremi. Yangilashim kerak. Bugun sizlar bilan Dalba brendini mist, sprey, hammasi serum aslida olganda serum, просто sepishli bo'lgan uchun sprey bor. O'sha brendni mana quyosh kremi SPF bu. Buni sotib olganimga ancha bo'lgan. Bahordan sotib olganman, lekin hali ishlatmagandim. Chunki menda quyosh kremlar juda ham ko'p edi. Hech qayerda ishlamasdan o'tganim uchun bugun sizlar bilan shu quyosh kremni ajab ishlatib ko'ramiz. O'zi farqi yo'q, sezildi. Endi buni gubkada ishlatib ko'ramiz. Har xil ushilmani. Buni o'zini qo'yib ham kessana bo'laveradi. Tonalka hech qanaqa tonalka ishlatish shart emas mana. Sinan yaltiratib zo'r effekt beradi. Bundan keyin men mist siposan sprey. Shu, bundan keyin shu. Men bundoq qilib chekasiga keyin bir xilda birinchi tashlanadigan, hamma qaraydigan qism bu yuz. Yuzim ham yoqib ketyapti. Nima oldira ishlatmadim? To'g'ri. Nima oldira ishlatmadim? Hech qaysi quyosh kremi bunaqa yaltiratmaydi. Bunchalik yaltiratmaydi. Endi bu svit tushib turibdi. Quyosh tushib tursa tasavvur qiling. Butun yuzingni yaltiraydi. Bitta shunaqa pomada, bitta shunaqa SPF-na bo'lsa, ham yuzingni shunday yaltirab yuradi. Yuzi quruqlar uchun o'sha zo'r. Dalbani pushti korrektorli. Kuningni yaxshi o'tsin. Xayr.